Cobalt avtomobiliga rassrochkalarni ochildi deb qo'ydik. O'tgan safargi videomiz 48 soat ichida 2000 ta like to'plasa, to'liq grafiklar bilan batafsil ma'lumotini tanishtirib o'tamiz degandik. Aktiv bomba 20 soat ichida 2000 ta like bo'ldi. Bugun talab va istaklaringizga binoan Cobalt avtomobilining rassrochka Style MSM, Midnight MSM pozitsiyalarini hammasini tanishtiramiz. Bundan tashqari arzonlashtirilgan past foizli kredit grafiklari bilan ham tanishtiramiz. O'tgan safar videoda qisqacha ma'lumot berilgandi. Bu safargi videoda to'liq informatsiyani olasizlar. Hammaga alangalik assalomu alaykum, Homonuz kanali obunachilari. Bugun biz Navoiy Avtomotors avtosalonidan Cobalt avtomobillarini hamma narsa bo'lsa grafiklar bilan mana shu videoda tanishtiramiz. Like bosib, do'stlaringizga yuborib, podpisa qilish esdan chiqmasin. Avtosalondan agar avtomobil xarid qilmoqchi bo'lsangiz, kelsangizlar, Homonuz kanalidan ko'rib keling desangizlar, sirli bonus savollarini ham albatta qo'lga kirishingiz mumkin bo'ladi. Biz boshladik. Bugun bizga avtosalonda menejer xodimasi Madina opamiz yordam beradi. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat. Obunachilarimiz siz-u bizga tanish Madina opamiz bilan siz kutgan, siz izlagan ma'lumot grafiklari bo'yicha ma'lumotini beramiz. Rassrochkaga qanchadan chiqadi, arzonlashtirilgan past foizli kreditlarga necha puldan chiqadi. Hammasini tanishtiramiz, bo'lmasam. Xuddi shunaqa. Hamma obunachilarimizga birinchi o'chirda rahmat aytmoqchiman. Men 2 kun ichida deb aytgandim, bu likelarni 20 soat ichida to'plab qo'yamiz. Xursandman, hammalaringizga kattakon rahmat aytaman. Endi o'sha va'damga muvofiq mana bu rassrochkamiz bilan sizlarni hammalaringizni tanishtirib o'taman. To'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Xudo xolasa. Cobalt avtomobilini hozir sotuvda 2 xil varianti bor, to'g'rimi? Style MSM hamda Midnight MSM. Style MSM narxlari 156 million 100 ming so'm, Midnight MSMdagi 165 million 200 ming so'm. Xuddi shunaqa. Birinchi bo'lmasam Style MSMdan boshlaymiz, Style MSM pozitsiyamizni boshlang'ich mana bu 25% bilan boshlab arzonlashtirilgan foiz stavkalarida bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. 1 yildan 5 yilgacha rassrochkalarimiz bor. Endi rassrochka deganim bu arzonlashtirilgan foizda bor. Boshlang'ich faqatgina 65% ni to'lasalar 0% ga bo'lib chiqadi. 1 yil muddatga, 12 oy muddatga qilib beriladi. Tushunarli. 12 oy muddatga boshlang'ich, misol uchun style pozitsiyamizga 65% 101 million so'm boshlang'ich to'lov bilan 4 million 500 ming so'mdan bu hech qanaqa foizsiz 0% ga bo'lib chiqadi. 25% boshlang'ich 39 million so'm bilan agarda 4-5 yilga qilib xarid qiladigan bo'lsalar, 5 yilligimiz 2 million 900 ming so'mdan chiqadi oylik to'lovi. Yillik foiz stavkasi 18% dan. Bu eng baland foizimiz. Boshlang'ich 25% 39 million so'm style pozitsiyamiz uchun 1 yil muddatgacha ham qilib olishlari mumkin. 1 yilga 11.5% dan oylik to'lovi 10 million 300 ming so'mdan chiqadi. Xuddi shunaqa 25% boshlang'ich, yillik foizi 15.5% dan 2 yilga 5 million 700 ming so'mdan chiqadi oylik to'lovi. 36 oy muddatga 25% boshlang'ich bilan 4 million 100 ming so'mdan, yillik foiz stavkasi 17% dan bo'lib chiqadi. 4 yilga 25% boshlang'ich bilan 3 million 400 ming so'mdan oylik to'lovi 17.5% dan chiqadi. 5 yil muddatga 25% boshlang'ich 2 million 900 ming so'mdan chiqadi oylik to'lovi 18%. Bu eng baland foizimiz. Eng baland foizimiz shunaqa. Kommentariyada hozir izohlarda yozilishlari mumkin. Obunachilarimiz nimaga rassrochka deb keyin yana foiz haqida gapiryapsizlar degan savollar bo'lishi mumkin. Mana shu savollarga qisqa javob berib o'tadigan bo'lsak, bu arzonlashtirilgan past foizli avtokreditlar bilan birga rassrochkasini ham aytib o'tamiz. Ungacha rassrochkagacha hali etaplari bor. Ungacha rassrochkaga 65% ga puli yetmaydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, arzonlashtirilgan past foizlarni ham aytib o'tyapmiz. Bu arzonlashtirilgan past foiz ham rassrochka ham bir kunda chiqqan narsa, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Xuddi Humoyun tushuntirganlaridek,
Rasrochkamiz faqatgina boshlang'ich 65% to'lagan mijozlarimiz uchun, qolgani, misol uchun 25% dan 60% gacha to'lovni amalga oshirgan mijozlarimizga kam arzonlashtirilgan foizlarda, hattoki 1% ga ham chiqadigan kreditimiz bor. Bo'ldi, tezroqgina ma'lumotini beraylik, o'zim ham qiziqib ketyapman. Endi 30% boshlang'ichimiz bilan, ya'ni 30%imiz 46.800.000 bo'ladi style pozitsiyamiz uchun. Style pozitsiya uchun 1 yil muddatga 30% bilan 9.600.000, bu 10% dan chiqadi. Shu xuddi shunaqa 30% boshlang'ich bilan 2 yil muddatga 5.200.000 so'mdan 13.5% dan chiqadi oylik to'lovlari. Yana xuddi shunaqa 30% bilan 3 yil muddatga 3.800.000 so'mdan 16% dan buni foizi. 30% boshlang'ich 46 million so'm, 4 yil muddatga qilib beramiz 3.100.000 so'mdan 17% dan yillik foiz stavkasi. 46.800.000 so'm 30% boshlang'ich bilan 5 yil muddatga 2.700.000 so'mdan chiqadi oylik to'lovlari. Yillik foizi. Lekin shu o'rinda men nima deydi, mijozlarimizga, endi hamma mijozlarimiz, kuzatuvchilarimiz maslahat beramanki, 4-5 yillikni olmaslikni, chunki bu ipoteka bank orqali bo'lyapti. 5 yilga sug'urtalari ham anchagina qimmat narxga chiqib ketadi. Keyin garov evaziga beriladi-da, bu ipoteka bankda agar ishlab ko'rgan, nima deydi, mana bir kredit chiqarib ko'rgan mijozlarimiz bo'lsalar, menimcha hammalar biladilar. Garov qo'yib, hattoki 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan avtomashina yoki turar joy, noturar shunaqa garov evaziga beriladi. Tushunarli. Keyin videoni oxirida qanaqa hujjatlar kerak, hammasini aytib o'tamiz, bo'lmasam. Lekin men maslahatim 3 yilgacha olsalar yutadilar. Yaxshi variantda berilgan 3 yilgacha. 40% boshlang'ichimiz bilan 40%imiz 62.400.000 so'm bo'ladi. Bu ham yaxshi variant. 60 millionlar bilan endi ko'pchilik mana shu ishda ishlaganim uchun 60 million bilan Cobalt avtomashinasini juda ham ko'p mijozlarimiz olib chiqib ketadilar-da. 3 yilgacha normalniy yaxshi nimada chiqadi. 1 yil muddatga 8.100.000 so'mdan chiqadi, 8% dan buni foizi. 40% ya'ni shu 62 million bilan 2 yil muddatga 4.400.000 so'mdan chiqadi oylik to'lov. Bu ham yaxshi, nima deydi, to'lov muddatlari ham qisqa. Oylik to'lovlari ham o'rtacha bo'ladi. 12.5% dan chiqadi. 62.500.000 so'm boshlang'ich bilan 3 yil muddatga 3.200.000 so'mdan oylik to'lovi. Buni foizi 15% dan bo'lib chiqadi. 3 yilga 15%. 40% yana 62.500.000 so'm, 4 yil muddatga 2.600.000 so'mdan, bu ham 16% dan chiqarib beriladi. Xuddi shunaqa 62.500.000 so'm 40% to'lanib, 5 yil muddatga 2.300.000 so'mdan 16.5% dan chiqarib beriladi. Endi 50%lik to'lovimiz 78.050.000 so'm, 50% to'lovi 1 yil muddatga 5% dan. Bu ham zo'r taklif. 50% to'layotgan mijozlarimizga 6.600.000 so'mdan chiqadi 5% dan 1 yilga. Xuddi shunaqa 78 million to'lab 2 yil muddatga 3.600.000 so'mdan 10.5% dan chiqadi bu kreditimiz. Endi 3 yilga 78 million 50% ni to'lab 2.600.000 so'mdan 13.5% ga chiqarib beriladi. 4 yil muddatga 2.150.000 so'mdan chiqarib beriladi 14.5% dan. 5 yil muddatga 78 million 50% ni to'lab 1.800.000 so'mdan chiqariladi 15.5% dan. Yillik foizi shunaqa. Endi 60-65 qoldi endi. 60%lik to'lovimiz, 60%imiz 93.660.000 so'm tashkil etyapti. 1 yil muddatgacha qilib olsalar 1% dan. Bunga endi menimcha bu 93 millionni to'lagan mijozlarimiz menimcha hammasi 65%lik, ya'ni rasrochkaga harakat qilsalar kerak. Shunday.
60%ni topgan odam 5%ni Shunaqa. topishga muammo emas demoqchisiz. Shunaqa, shu 93 million so'm to'lab, bir yilga 1%dan 5 million 200 ming so'mdan chiqyapti oylik to'lovi. 2 yil muddatga 93 million so'm to'lab 2 million 800 ming so'mdan, bu 8% ga chiqarilyapti oylik to'lovi. 36 oy muddatga 2 million so'mdan 11,5% dan chiqadi. Mana shu ham ancha yaxshi variant ekan. 48 oy muddatga 4 yilga 93 million so'm boshlang'ich 12,5% dan 1 million 600 ming so'mdan chiqarib beriladi. 5 yil muddatga 93 million 60% ni to'lab 1 million 400 ming so'mdan chiqarib beriladi 13,5% dan yillik foiz stavkasi. Endi hammaga sir emas, bu aytib o'tganimiz 65% ni to'lab 101 million so'm to'lab 4 million 500 ming so'mdan oylik to'lovlarni to'lab 1 yil muddatgacha hech qanaqa foizsiz 0% ga qilib bemalol kelib рассрочкаlarimizni xarid qilishlari mumkin. Bunda ham xuddi shu boyagi aytib o'tganimdek garov evaziga beriladi. 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan avtomashina yokida noturar joy garov evaziga qo'yilib avtomashinani bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Hech qanaqa nima deydi? Foizsiz рассрочкamiz bor. Рассрочкаga 65% ni to'laganda hech qanaqa foizsiz chiqarib beriladi. Shunaqa, xuddi shunaqa. 65% ga pulingiz yetmaydigan bo'lsa, mana bu aytilgandek 25% dan boshlanuvchi kimgadir qulay variantlar bo'lishi mumkin. Endi avvalo o'zlaringizda qulay bo'lgan variantlarni ko'ringizlar. Avtosalonlarga borib sarson bo'lishlaringizni to'g'risi xohlamaymiz. Mana shu aniq shaffoflikda tiniq ma'lumot berganimiz uchun baraka topinglar deb like bosib fikr yozib qo'ysangiz ham juda ham xursand bo'lamiz. Keyingi o'rinda Cobalt avtomobilning Midnight M7 variantini ham xuddi shunaqa grafiklar bilan hozir ma'lumotini berib o'tamiz. Oylik to'lovlarida ham, bosh to'lovlarida ham bunda ham albatta o'zgarishlar bo'ladi. Bularda ham endi ozgina raznica qiladi. Xuddi shartlari bo'ladi ham, xuddi boyagi style pozitsiyada tushuntirib o'tganimdaqa shartlari boshlang'ich bularga ham 25% bilan bemalol xarid qilsalar bo'ladi. 25% boshlang'ichimiz bu Midnight pozitsiyamiz uchun 41 million 300 ming so'm bo'ladi. 1 yil muddatga xuddi o'sha 11,5% dan 10 million 900 ming so'mdan chiqadi oylik to'lovlari. 2 yil muddatga 41 million 300 ming so'm to'lab 6 million so'mdan 15,5% dan qilib xarid qilsalar bo'ladi. 3 yil muddatga 41 million 300 ming so'm to'lab 4 million 400 ming so'mdan oylik to'lov chiqadi. Yillik foiz stavkasi 17% dan beriladi. 4 yil muddatga 3 million 600 ming so'mdan chiqadi oylik to'lovlari 17,5% dan. Buni foiz stavkasi 5 yil muddatga xuddi shunaqa 41 million 300 ming so'm oylik to'lovini bosh to'lovini to'lab 5 yilga 3 million 100 ming so'mdan, ya'ni bu eng baland foizimiz 18% dan qilib chiqariladi. Endi 30% boshlang'ichimiz 49 million 500 ming so'm. 49 million 500 ming 30% ni to'lagan holatda 1 yil muddatga 10 million 100 ming so'mdan 10% dan chiqadi. 2 yil muddatga 30% boshlang'ich bilan 5,5 million so'mdan oylik to'lovi 13,5% yillik foiz stavkasida chiqarib beriladi. 36 oy muddatga 4 million so'mdan yillik foiz stavkasi 16% dan qilib chiqariladi. 48 oy, ya'ni 4 yilga 3 million 300 ming so'mdan yillik foiz stavkasi 17% dan chiqariladi. 60 oy muddatga 30% boshlang'ich bilan 2 million 800 ming so'm yillik foiz stavkasini 17% da chiqarib beriladi. Tushunarli. Keyingi bosh to'lovlarimiz necha foizga keldik endi? 40%. 40% boshlang'ich bilan 40% boshlang'ichimiz 66 million so'm tashkil qiladi. 66 million to'lab 1 yilga 8 million 600 ming so'mdan 8% dan yillik foiz stavkasi 24 oy muddatga 4 million 600 ming so'mdan 12,5 dan yillik foiz stavkasi 3 yil muddatga
66 million boshlang'ich bilan 3,4 million so'mdan oylik to'lovlari, yillik foiz stavkasi 15% dan qilib beriladi. Aha. 48 oy muddatga 2,8 million so'mdan 16% yillik foiz stavkasida beriladi. 5 yil muddatga 2,4 million so'mdan 16,5% da chiqarib beriladi. Endi 50% boshlang'ichimiz 82,600,000 so'm boshlang'ich to'lov. 7 million so'mdan 5% dan buni yillik foiz stavkasi 1 yil muddatga qilib beriladi. Aha. 2 yil muddatga 50% boshlang'ich bilan 3,8 million so'mdan 10,5% dan chiqarib beriladi. 3 yil muddatga 2,8 million so'mdan chiqadi. 50% boshlang'ich, 13,5% yillik foiz stavkasi. 48 oy muddatga, ya'ni 4 yilga 2,200,000 so'mdan 14,5% dan chiqarib beriladi. 60 oy muddatga 5 yilga 1,900,000 so'mdan 15,5% dan chiqadi. Mana shu foiz stavkalarda chiqarib berilyapti. Agar kimgadir yoqayotgan bo'lsa, mana shu sizga qulay bo'layotgan bo'lsa, bemalol kelib tashrif buyurib olsangiz bo'ladi. Humoyinuz kanalidan ko'rib kelyapman deb Madina opaga uchrashaverasizlar bemalol. Xuddi shunaqa. Bo'lmasam hozir endi 60% to'lov qoldi bizada. 60% to'lovimiz 99,100,000 so'm tashkil qiladi. 60% bilan 12 oy muddatga, ya'ni 1 yilga 1% dan 5,5 million so'mdan chiqadi oylik to'lovlari. 2 yil muddatga 60% boshlang'ich bilan 2,900,000 so'mdan yillik foiz stavkasi 8% dan chiqariladi. 36 oy muddatga 2,100,000 so'mdan 11,5% dan chiqadi. 48 oy muddatga boshlang'ich 60% ni to'lab 1,700,000 so'mdan oylik to'lov chiqadi. Yillik foiz stavkasi 12,5% dan chiqadi. 60 oy muddatga 60% ni to'lagan holatda 1,500,000 so'mdan 13,5% da chiqarib beriladi. Va nihoyat Cobalt avtomashinalarini tugatib oldik. Rassrochkasi uchun boshlang'ich xuddi shunaqa 65% to'lanib 107 million so'm to'laniladi. Oylik to'lovi 1 yil muddatga 4,8 million so'mdan chiqadi oylik to'lovlari. 1 yilga mana shunaqa oylik to'lovda Cobalt avtomobilini Midnight MSM varianti uchun hisoblangan grafiklar bo'ldi. Bundan tashqari sug'urta to'lovlari bo'ladi. Uni alohida bank hisoblab beradi. Aytilgan bosh to'lovlardan tashqari o'zingiz uchun qanchadir miqdorda sug'urta to'lovini ham olib kelishingiz talab qilinadi. Sug'urta to'lovini bank o'zi hisoblab, bank bilan gaplashganlardan keyin aytiladi. Avtosalon hisoblab bermaydi-da sug'urta to'lovini. Shunday. Lekin mana shu aytilgan bosh to'lovlardan tashqari sug'urtaga uchun pul olib keling demoqchimiz. Rassrochkaga olish uchun sug'urta bo'ladimi? Keyin mana viloyatdan keladigan, misol uchun mijozlarimiz bo'lishlari mumkin. Bu rassrochka grafiklarimiz bilan tanishtirib o'tdim. Menimcha ko'pchilikka ma'qul keladi, lekin viloyatdan kelsalar bu ishlari bir kunda hal bo'lmaydi. Shuni ham aytib qo'yaylik. Agar telefon mana nomerlarimizni pastda yozsangiz, telefon qilsalar, shartnomalarni men onlayn tarzda tashlab beraman. Keyin o'zlarini viloyatlaridagi ipoteka bank orqali bemalol chiqarib kelishlari mumkin. Chunki yana qo'shimcha ovoragarchiliklar bo'lmasligi uchun bemalol o'zlarini viloyatlaridan hal qilib kelsalar, avtomashinani bemalol sizlardan kelib olib ketsa bo'ladi. Keyin yana bir aytib o'tishim kerak uni ham. Cobalt avtomashinalari bu tayyor svobodnoyda yo'q, u to'lov qilganlaridan keyin avtomashinalar yetkazib beriladi mijozlarimizga. Buni shartnoma qilayotgan vaqtimda ham hammaga aytib o'taman. Demak, rassrochkaga olinadigan bo'lsa, birdan kelib olib ketib bo'lmaydi. Yo'q. Qancha vaqtda olib ketsa bo'ladi? Endi uzog'i bilan aytadigan bo'lsam, 10 kun, misol uchun to'lovlari o'tganidan keyin 10 kun, juda uzoq bo'lsa 15 kun ichida olib ketadilar. Tushunarli.
Taqdim qilingan ma'lumotlar menimcha ko'pchilik uchun foydali bo'ldi. Tesha tegmagan ma'lumotlar, hech qayerda aytilmagan ma'lumotlar Xuddi shunaqa. doimgidek Humomiz kanalida hamda Madina opamizda biz yetkazib beramiz mana shunaqa. Bu narsani videoda to'g'risi hech kim ayta olmaydi, aytishga jur'at qiladi-yu, lekin ayta olmaydi. Salonga kelgan paytingiz o'zimiz aytib tushuntiramiz deydi. Mana shunaqa ovoragarchiliklarni oldini olish maqsadida videolarni aniq, toza, shaffoflikda berish maqsadida biz mana shunaqa ravon video qilyapmiz. Mehnatimizni munosib baholab, qo'llab-quvvatlab tursangizlar bo'ldi, obunachilarim. Like bosib qo'yasizlar. Madina opamiz keyingi safargi videomizda qancha aktiv bo'ladigan bo'lsak, siz obunachilarimiz tomonidan 12 hamda Tracker avtomobillarni yangilangan rassrochka grafiklari bor. Uni ham alohida chiqarib beraman deyapti o'zlari. Xuddi shunaqa. Mayli, yana 24 soat ichida 2000 ta like yig'ilsa, Onyx Tracker avtomashinalarimizni ham xuddi shunaqa yangilangan grafiklar asosida obzor qilib beraman. Xudo xohlasa. Manzilimiz Navoiy viloyati Karmana tumani Buxoro trassa M37 yo'lida joylashgan Navoiy Automotors avtosaloni. Barchani avtosalonda kutamiz. Mana Xuddi shunaqa. Onyx olasizmi, Tracker olasizmi, Cobalt olasizmi? Muhimi, hamma texnikaning yangisi zo'r obunachilarim. Bemalol uylaringizda, xonadonlaringizda 2 tadan 3 tadan nasib bo'lsa, mana shunaqa avtomobil niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga yetib yurishlaringizni tilab qolaman. E'tibor uchun hammaga kattakon rahmat. Ajratgan vaqtlaringizga, ko'rayotgan, sarflagan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. To'liq ma'lumot bergan bo'lsam, men juda ham xursandman.